Assalomu alaykum akalar, ukalar. Mana navbatdagi obyektimiz ham xudo xolasa bitkazish jarayonidamiz. Bu obyektimizni uzunligi 15 metr, eniga 9 metr. Mansabli tom bo'lyapti. Sarroblarini mana to'ttali qilib berdik. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab ustalar rekasini qatirishyapti. Firmalarimizni oralig'i 120 dan tashlab berdik. Hormetlar bo'ldi. Charchamayapsizlarmi? Hozirdan mana tepadan ko'rinish holatlari. Ustalar rekasini qatirishyapti. Chunki tayyor holatga kelishyapti. Mana ichidan ko'rinish holati.